Siz Zamin axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Sharof Rashidov nomli Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida Jizzax viloyatidagi harbiy qism va muassasalardagi yosh harbiy xizmatchilar va xodimlar o'rtasida temir tuzuklari bilimdoni tanlovi bo'lib o'tdi. Hozir shu mavzuda. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Jizzax harbiy prokuraturasi, Sharof Rashidov nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Jizzax viloyat bo'limi hamkorligida viloyatdagi harbiy qism va muassasalardagi yosh harbiy xizmatchilar va xodimlar o'rtasida temir tuzuklari bilimdoni tanlovi tashkil etildi. Aytish joiz, tanlov avvalida uni adolatli baholab borish maqsadida hakamlar hay'ati tanishtirilib, tanlovning nizomi va o'tkazilish tartibi yana bir bor ishtirokchilarga tushuntirildi. Shundan so'ng tanlovning birinchi sharti boshlandi. Unda ishtirokchilar temir tuzuklari mazmuni, Amir Temurning harbiy san'ati, strategik fikrlashi hamda boshqaruv tizimi haqida berilgan savollarga javob berib, o'z bilim va tafakkur darajalarini sinovdan o'tkazdilar. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, mazkur tanlovda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlar, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Milliy gvardiya boshqarmasi, Bojxona boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlar, mudofaa ishlari huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy texnik mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazi kursantlari va Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseydan jami 14 nafar ishtirokchilar o'zaro bellashdilar. Xabaringiz bor, joylarda Sohibqiron Amir Temur bobomizning 690 yilligiga bag'ishlab turli tanlovlar, tadbirlar tashkil etilmoqda. Aynan bugungi tadbir ham temir tuzuklari tanlovi o'sha bobomizni yubileyiga bag'ishlangan tanlov bo'lib o'tdi. Bu tanlovda men hakam sifatida ishtirok etdim. Albatta, bu tanlovlar nima beradi yoshlarimizga? Asosiy bu tanlovlarni o'tkazishdan maqsad bugungi harbiy xizmatchilarimizni vatanparvarlik ruhida, buyuk allomalarimizga, ajdodlarimizga hurmat tuyg'usini oshirish maqsadida va o'tmishda xalqimizga ko'rsatgan xizmatlarini targ'ib etish maqsadida bugungi tanlovimiz o'tkazildi. Bellashuvning ikkinchi, ya'ni MyTest dasturi orqali test sinovlari shartida ham qatnashchilarning tezkor fikrlashi, tahlil qilish qobiliyatiga ham e'tibor qaratildi. Qizg'in bahs va munozaralarga boy tarzda o'tgan tanlov natijalariga ko'ra, birinchi o'rin Mudofaa vazirligiga qarashli Jizzax garnizonidagi harbiy xizmatchisi Islomjon Inomjonovga, ikkinchi o'rin Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qism harbiy xizmatchisi Bahrom Latifboyevga va uchinchi o'rin viloyat bojxona boshqarmasi xodimi Sherali Muyassaroflarga nasib etdi. G'oliblarga O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi va harbiy prokuraturaning diplom va kitoblar to'plami topshirildi. Tayyorgarlik jarayonida men o'zimga temir tuzuklari kitobi, Amir Temur bobomizning temir tuzuklari kitobi va Marcel Bruonning Men kimman Amir Temur kitobini va ko'plab Amir Temur bobomizning hayoti haqida tarixi va ko'plab internet ma'lumotlari orqali o'qib o'rgandim va faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men hammaga tavsiya beramanki, yosh avlodga mana shunday kitob o'qib va badiiy kitoblar o'qib ham ko'plab o'zini insonning tafakkurini rivojlantirib, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lib yetishib chiqamiz degan umiddamiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, temir tuzuklari bilimdoni kabi tanlovlar milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash hamda yosh avlodni buyuk ajdodlarimiz ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.